Hozir dolzarb bo'lgan mavzulardan bittasi haqida gapirmoqchiman. Ya'ni ko'pchilik insonlar zalga kirib keladida yangi boshlamoqchi. Zalda muncha odam ko'p deydi. Endi bitta narsani fikrlanisizlar. Zal, sport sog'lig'i uchun manfaatli joyda insonlar ko'p bo'lgani yaxshimi yoki boshqa zararli joylarda ko'p bo'lsinmi? Yaxshi emasmi odamlar o'ziga sog'lig'iga e'tibor berib, zallarda odamlar ko'p bo'lsa? Bu birinchisi. Ikkinchisi, odam ko'pligi o'sha zalda nimadir bor. O'sha zal yaxshi, komfort jihatdan yoki trener yaxshi bo'lishi mumkin. Soha bo'yicha yaxshi narsa bo'layotganki, o'sha inson sog'lig'i uchun o'sha joyda manfaat ko'rayotgani uchun o'sha joyda insonlar ko'p bo'ladi. Endi u savol berayotganlarni ko'pini men analiz qilganman. Ular ommaviy ko'pchilik bor joydan qanaqadir insonlardan hijolat qilishi mumkin yoki figurasidan hijolat qilishi mumkin. O'sha zalda ko'p odamlar ham o'sha figurasidan hijolat qilgan yoki nimadirdan qoniqmagan o'zidan keyin zalga kelgan bo'ladi aslida. Shuning uchun ularni ham ko'pi misol tajribada o'tdi, chiqib zalni boshlab olsa bo'ldi. Boshlagandan keyin ko'rasizki, o'sha odam zalda muncha odam ko'p deganda 30-40 kishi bo'lganda ko'p degan inson 60 kishi bo'lsa ham unga farqi yo'q, hozir shug'ullanib yuribdi o'shunaqa insonlar ko'pi. Nimaga desa, zalda hamma o'zi bilan o'zi ovora. O'zini mashg'ulotlarini bajargan, hech kim bir-biri bilan ish olmagan, naborot sizga foyda berishi mumkin. O'sha zaldagi insonlar nimadir noto'g'ri qilsangiz ko'rib qolsa xatoyingizni to'g'rilab qo'yadi. Shuning uchun shunaqa ikkilanishi bor. O'ylab yurgan insonlar, odam ko'p bo'lsa hijolat qilaman degan insonlar, bu fikr yaxshi emas. Ikkilanmasdan zalni boshlash kerak. Odam kam, ko'p farqi yo'q.